istasangiz o'gay ona asaridan savol berishimiz mumkin. Qaysi birini tanlaysiz? Muhammad Yusuf Hasan oldu. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf qachon qayerda tavallud topgan va sizga eng yoqqan she'ridan aytib bera olasizmi? Andijon viloyatini Marhamat tumanida. To'g'ri. Yillar she'ridan aytib bering. Of otamakamda. Oh otamat o'shay soyangga seningdek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni almashmasman beda poyanga. Aferin. Tumi yosh ijodkorlardan bo'lgan Ko'klam nafasi kitobchasini chiqargan qizimizning she'riy kitobchasi. Istasangiz mana mantiqiy savol-javoblarimiz bor. Ha, yetib oldingiz. Endi bu shunchaki qiziqish tarzida mantiqiy savollarimiz, yoshlarimiz va kattalarimiz va qiziqishini oshirish maqsadida mantiqiy savol tuzganmiz. Marhamat, istalgan mantiqiy savolingizni tanlaysiz. Marhamat, sizga ham. Mana o'qing, ovoz chiqar. Bu mashina umuman harakatlanish uchun mo'ljallanmagan, ammo agar biz yil bo'yi butun dunyodagi ularning yurgan yo'lini hisoblab chiqsak, ular avtomobil va samolyotlar bosgan masofadan ortib ketadi. Hammamiz ko'rgan va ba'zilarimizda bor bu mashina nima ekanligini toping. Albatta siz javobingiz tayyor edi, lekin vaqtini olib qo'ying. Soatmi javobi, vaqtmi? Soat. Marhamat. O'zi turaversin kelishadi. Qiyin ekanmi? Albatta bizga juda ko'p o'yin turlari mavjud. Har bir o'yin ishtirokchilarining foydalanadigan predmet va atributlari mavjud. Biz miriqib o'ynaydigan bir o'yinda hammamiz bir narsadan foydalanamiz. Ushbu narsa esa o'z navbatida 85% suvdan iborat. Agar siz qaysi o'yin haqida gap ketayotganini aniqlagan bo'lsangiz, menga biz foydalanadigan narsani yozib bering va umid qilamanki, bu narsa sizga savol topishimizga yordam beradi. Biz hozir o'sha o'yinda o'ynadik va o'shandan foydalanib bu savolga javobini topdik. Nima ekan? Sizga. Biz o'sha o'yinni o'ynadik, zakovatni va berilgan savollarni u yordamida topdik. Bu to'g'ri. Kattakon rahmat. Bu zakovat savollari. Endi shunaqa xushyorlik toshib o'tiramiz. Keyin muhoya bilan bizda. Nimaga? Ayni hamma olar. Furqati yopishtirilganmi tagiga? Ha, unaqa kleylanganda, yo'q, sko'shlanmagan, kley bor, tagi laminatlida. Ha, ishlanib ketadi endi. Tagi xunuk bo'lib qoladimi? Shuni kelganda zo'r qilib Nima qiladi? Sog' bo'ylar. Yo'q, nima ko'chib ketadi tagi. Yo'q, bular bunaqa stoykani aytishyapti ekan. Yo'q, bo'ldi. Hal bo'ldi. Ha, bo'ldi, bizga turaverar ekan. Bunaqa stoyka qilinganda oldiryapti ekan. Hamma tumandikini. Salqinda yana rasmga tushasizmi? Hay, aptoda tashaymizmi? Quyoshda tashaymizmi? Bu yerda juda